Bilasizlar, o'zimiz Xorazmda issiqdim zo'r. Konditsioneri yo'q mashinalar asabiy yuriydi. Yoz davomida asabi buzilib yuriydi. Konditsionerni yoqib ichida o'tirsangizlar, 1 soatini yarım ya 0,5 ya 0,6 kilovat tok yeydi ekan. U hech narsadan emas. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Biza Xorazmda Nagab jamoasi Inomarka ko'ramiz deb nomlangan rubrika boshlaganmiz va shu sababli BYD Urgan salonini yetib kelganmiz va xalqimizga, ya'ni Xorazm xalqina yoqib turgan va eng ko'p sotilib turgan modellardan biri bo'lmish Yuan Up modelini sizlarga bugun obzorini qilib, narxlari bilan hamma narsasini tanishtirib chiqamiz. Bu modelimizning rangi xalqimizga yoqadigan mokriy asfalt rangida, elde qismlari ko'rishlaringiz mumkin. To'liqligicha LED faralar bilan jihozlangan. BYD yozuvi, lekin o'rtasi monokash bir-biriga qo'shilmagan, ish qismida ajratilgan. Keyin 360 gradus kamera javob beradigan oldindagi qismi, ya'ni kamerasi joylashgan. Oldinda 2 dona parktroniki bo'ladi. Men buni falshda bo'ladim. Bir de havo o'tkazadigan qismlar jabralar qo'yib o'tilgan. Bular hammasi funksional ekan. Tormoz sistemasi, ya'ni shu hadoy qismini sovutib berishga yordam beradigan qilib o'tilgan ekan. Yonboshina kelgandan yana birinchi bo'lib diskaga tushadi ko'zlaringiz. 16 lik chaqlangan quyma diskalar bilan jihozlangan, o'zi yumshoqqina pakrushkada keladi ekan. Ko'pchilikga endi diskasi ma'qul kelib turibdi, lekin agar sizlar ko'proq chiroyli bo'lsin, yoshroqman, qonim qaynab turibdi desangizlar, ulroq diskadan birini dik berasizlar, sirazi vid o'zgaradi. Bir qismlari endi SUV bo'lgani uchun qora plastik bilan ajratib o'tilgan pastki qismlari. Keyin bokovoy qismida NFC yozuvi bor, NFC kartadan ham bemalol NFC rejim orqali polni boshqarsangizlar bo'ladi. Bunda sleeping zona yo'q ekan. Sababi mashinamizning razmeri trekker bilan почти 1 xil. Hozir ekranda razmerlarni trekker bilan aynan Yuan Up modelini razmerlarini chiqarib qoldiramiz. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin farqini. Yonbosh kelgandan keyin ustuna yana shoxlar qo'yib o'tilgan. Buni men o'ylashim bo'yicha alyumin, plastik emas lekin. Yonboshidan birine qaragan vaqtlaringiz Kia Seltos ham eslatib beradi sizlarga. Keyin eshikni ochish dastasi endi zborniy bo'ladi beri, sababi ko'pchilik yoqadi, ko'pchilik yoqmaydi. Cobaltnikine o'xshaydi to'g'risi. Keyin beskluchovoy dostupi bor, oldindagi 2 eshikda. Orqadagilarga kerakmaydi ekan beskluchovoy dostup. Xullas, yonbosh ko'rinishi shu. Kompaktni, shaharda yurish uchun qulaygina. Ichini lekin men bundan keng deb o'ylamadim, trekkerdan keng. Ustuna zamonaviy antennalar qo'yilgan. Tormoz stoplari shu Euro standartlarga mos ravishda balandki qismida qilingan. Keyin tomni oxiri qismi bir chiroyli dizaynda ekkalingan. Ko'pchilik ishlatsam ishlatmasam, endi SUV bo'lgani uchun dvorniklar ham qo'yib o'tilgan orqa qismina. Faralari dim o'zgacha cheksizlik belgisini o'xshaydigan tarzda ishlangan. Yuan Up yozuvi. Ortiqcha hech qanday yozuv yo'q. Zadniy chiroqlari bu yerda joylashtirilgan bo'ladi. Pavorotniklari bu yerda. Ham orqasida 4 dona parktroniki bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bagajniki bu yerdan ochishlaringiz mumkin. Endi bagajnikni ochgan vaqt doğrudan doğru zaryadchiklari bilan zapaska qismida nima joylashganidan bir qator aytib o'tamiz. O'zinda keladi 2 dona zaryadkasi bilan keladi komplektida. 1.8 lik, ya'ni xohlagan 220 voltga qo'yib zaryad berishlaringiz mumkin. Keyin через stabilizator zaryad beriladigan yana bir zaryadkasi bor. Bu 7 kilovat zaryadga beradi. Bularda bilasizlar, elektrichkalarning o'zi katta qismida zapaskasi bo'lmaydi, yaqinroq aytsangiz. Penaspat o'zining mahsulotlari bo'ladi. Через zalatnik yuvarasizlar, o'zini o'zi yamaydi xullas. Bu 7 kilovatlik zaryadkamiz bu yana 6 soatdan sal ko'proq vaqtda doldiradi, sababi 45 kilovatlik akkumulyatorlar bilan jihozlangan. 401 kilometr yo'l bosadi. 177 ot kuchi bo'munda, taychaqimizda gavdasini mos. Shuning uchun ham 7.9 sekundda 100 km tezlikka erishadi. Endi hamma joyini aytib bo'ldik.
salon kısmını göremiz. Salonu shunday ko'rinishda zamonaviy, multirul, hamma narsalar bilan jihozlangan. Bu yon tarafimizda cruise control, limit scores shunday narsalarni boshqarsangiz bo'ladi. Bu yon tarafimda голосовое управление, multimediani boshqarsangiz bo'ladi. 2 dona displey qo'yilgan. Bu markaziy displeyimiz multimediaga javob beradi. Ko'pchilik funksiyalar ham pastki qismga joylab o'tilgan. Keyin priborlar paneli bu orqali tezlik, zaryadka, necha kilometr yurishi, pokrushkadagi bosim, qaysi rejim ekani, xullas kerak bo'ladigan hamma muhim ma'lumotlarni shu orqali ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda plafonlar qo'yib o'tilgan, plafonlar. Afsuski, mayli ochki taqadan odamlar uchun ochuvchilik yo'q ekan. Bu yerda mikrofonimiz qo'yib o'tilgan. Eng muhim narsalardan biri albatta qo'yilibdi. Kozirokda oyna bor, shopper tarafidan va bu yerda plafon bilan jihozlangan. Bu ham qismi ham ikkisi bir xil. Bu yerda голосовое управлениеni tizimine javob beradigan mikrofon joylashtirilgan. Balandki qismimiz to'liqligicha yana panorama bilan jihozlangan, o'zini shtorkasi ham bor. Bemalol issiqda shtorkalarni yopib qo'yib yursangiz bo'ladi. Biza deyarli bari konditsionerni yoqib qo'yibmiz bu mashinani. Ichi muzlikdan bo'lib turibdi hozir ham. Agar yoqib qo'yib shu konditsionerni yoqib ichida o'tirsangiz, 1 soatini yarım ya 0.5 ya 0.6 kilovat tok yeydi ekan. U hech narsa emas. Как раз issiqda hozir bilasizlar, o'zimiz Xorazmda issiqdim zo'r. Konditsioneri yo'q mashinalar asabiy yuriydi. Yoz davomida asabi buzilib yuriydi. Konditsioneri qo'shib qo'yasizlar, bemalol hazzatib yuraverasizlar. Yana hech qanday qizib yotgan motorning ovozi ham kelib turgani yo'q bundan. Ventilyatorning ovozi kelib yotgani yo'q. Dinchkina 70% shumkasi bilan keladi. Yana tем более zo'r. Komfortni yuriyman. Ma dviz var kerakmidi? Ma komfort kerak, dinchlik kerak desangizlar, zo'r. Bemalol shu modeldan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu modelimizning narxi 266 million 700 ming so'm ekan. Hozir ofisialniy BYD Urganch salonida. Bu yerdan xarid qilsangiz, poligon ham bor misla. Yana garantiyalari bilan olasizlar. Ходовой qismini 4 yil, mashinaning o'zini 6 yil, yo har xil hamma joylarni, akkumulyatorlarni yana boshqacha xullas qulayliklari ko'p ekan. Agar keladigan bo'lsangiz, naqd pul bilan yana 2 soatda bemalol haydab chiqib ketasizlar. Hozir nalichida tayyor turibdi mashina. Markaziy konsolga keladigan bo'lsak, deflektorlar monitorni pastki qismına qo'yib o'tilgan. Hozir muzding konditsioner iflab turibdi. Bu yerda беспроводной zaryadka ko'rishlaringiz mumkin. Bu joystikimiz, bunday taqir-tuqir turib olib borib akkalab o'tirish shart emas. Oddiy, soddagina 360 gradus ham bor. Shu gavdasini P shunday bosasizlar, parking moda. Birgina shu P knopkasini bosgan holda o'tsangiz bo'ladi. Avto hold bor bu mashinamizda. O'zine kerak bo'ladigan xullas ko'p funksiyalar bilan jihozlangan. Kalitlarga keladigan bo'lsak, 2 kalit. BYD'ning kalitlari deyarli почти bir xil bo'ladi hammasi. Shu ko'rinishda. Mana keyin bunda kardanli sistema bo'lmaganlik sababli berinda meni fleshga taqish uchun hamda 220 zaryadka shunday narsalar joylashtirib o'tilgan. Pastki qismlarda narsalar ham qo'ysangiz bo'ladi. Bor ham yengina. NFC kartalari bu yerda. Xullas o'zining narsalari. Barımızın üstüne yumuşakkına, beller hem yumuşakkına. Bir hem yumuşak, beller hem yumuşak. Bella kattı ucu. Bu bardaçoku. Bardachok ham yengina ekan. Bu yerda salonning filtri ham görüntü tuttu, almashtirish uchun qulay. Sidinamizga keladigan bo'lsak, sidinamiz to'liq kojinli. Bu rangni nechki rang desak bo'ladi ekan endi sizlarga. Oq desak oq emas, kul rang desak kul rang emas. Xullas kir ko'taradigan svet. Perforatsiya etilgan, yana perforированный kojalar bilan jihozlangan. Dallatib tashamaydi, ham sportivniy o'xshaydi. Podголовниклari sidinyaning o'zi bilan bir, ya'ni отдельный ajralib turgan qismi yo'q. Shu ham odamga boshqacha ощущение beradi.
Xullas, bu yanında fara cavab beradigan gitaralar, bu yanında dvorniklar, shunday narsalar. Qolgan joyi o'zimiz mashinalar bilan почти 1 kilo ekan. Endi meni bo'yim 1.77 bo'ladigan bo'lsa, ish o'tirish men uchun qulay. Misol, yengina o'tiribman. Qo'llarim agar ustidan o'shiydigan bo'lsam, doğru duradi, buklanmay, o'rtasidan o'shiydigan bo'lsam, dirsakim ozgina buklanib turadi. Ish holatda o'tirish kerak bo'ladi o'z mashinada. Hem gaz bilan tormozi 4 ekan. Yaqin emas. Shuni hisobini ham sidinani yaqin qo'yasizlar, orqada joy keng qoladi deb o'ylab turibman. Endi shu o'tirisha orqa sidinaga o'tirib ko'ramiz. Orqasi kengmi, dormi ko'rasizlar. Yine o'zim bo'yim 1.77, hech kim lekin bunday orqa diralib o'tirmaydi. Ozgina imlat o'tiradi, babi suyanib, yayralib o'tiradi. Kim bo'lsam agar shunday etib o'tirsanizlar ham, yine sidina bilan dizim o'rtasida bir mushcha joy qolib turibdi. Bu yerda sidinaning orqa qismida 2 dona cho'ntak qilib o'tilgan, bir donasi katta vajlar uchun, ikkisi suv, shunday narsalar. Keyin USB portlari bor hamda Type-C portlari bor. Telefonlaringizni zaryad etib kelsangiz ham bo'ladi. Hem arkadan otursanız da işleringiz ham qismaydi, bemalol osmondan tomosha etib ketaverasizlar. Bagajnikning üstünde ajratib turadigan qismlar ham bor o'zini. Xullas 1 2 3 4 5 6 qismida airbag bor. B'da, keyin markaziy qismida stoykada, keyin rulda hamda torpedka qismida shunda 6 joyida airbag bo'ladi ekan. Bu elektrika bo'lgani uchun kardanni paneli bo'lmaydi. Pastki qismi bilasizlar, akkumulyator bo'ladi. Shuni hisobini yine o'rtada balandlik yo'q, dumpi joyi yo'q, tekis pol. Shuni hisobini ham o'rtada o'tirgan odam ham net o'tirmaydi. Bemalol izzat o'tirsangiz bo'ladi. 3 odam polni sig'adi, kengina. Xullas, bunning gavdasini, bunning ichi keng deb o'ylamaysizlar. Iberinde giyim asish uchun joylar yo bir boshqa narsalar asish uchun joylar. Xullas, odamga qulaylik bo'ladigan bo'lsa aytilgan. Noqulaylik qo'ldan kelgancha qilganlar narxini menimcha bizani bozor sistemamizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda narxini arziydi deb o'ylaymiz. Deyarli 267 million. Trekkerdan agar skidka bo'lmasa, olsangizlar, sal arzon raqam premierini. Buni zaryadniy porti 7 kilovatlikniki отдельный, ya высокий kilovatniki отдельный emas, hammasi bir yerda yine. Bu 7 kilovatniki, ko'rishingiz mumkin. Bu baland kilovatniki, mana ko'chalarda turadigan tok bor, shunday kompaniyaligidan zaryadlarsangizlar bo'ladi. Xullas, mashin bir so'z bilan aytganda, shahar uchun kompaktni yuriyman, uzoq joylarga dumam yetmayman. Şehirde kars işlerimi bitirib yursam ya. Xullas, Xorazm territoriyasına polni yetadi-ku. Dumam katta territoriya emas. Xorazm territoriyasi shu territoriyada yuriyman. Dalniya boshqa mashinam bor. Bunda yine metallarım palanson bo'lib ketdi. Benzin oshib yotdi, propan yana palanson. Shu taraflama olaman bo'ladi. Ekonomikni azizatbay deyman, zato o'zim quvvatli yurishlar ham zo'r desangizlar, shu model aynan sizlar uchun. Agar bu rubrikamiz sizlarga yoqqan bo'lsa, komment yozib, like bosib, yaqinlaringizga ulashib qo'yishni yodlaringizdan chiqarmanglar. Yozib ketinglar, keyingi model qaysi mashin bo'lsin, qaysi modellarda, ya'ni BYD bo'ladimi, Jetour bo'ladimi, Chery bo'ladimi, Kia bo'ladimi, qaysi mashinada sizlarga qiziqish bor, novusi savol ostida yotibdi, aytsangizlar, kommentariyada yozsangizlar, bize borib o'rganib, polni hammasini xudo xolasa birma-bir yoritib beramiz. Hozir bize BYD salonini sklad qismidamiz. Yine ko'rishingiz mumkin. Bu yerda servislar ham bor. Mashinani kiritish, chiqarish qismi ekan. Bu taraf uji salon. Yine 2 dona servislik qismi bor. Hamma narsalarni ko'radilar. Lekin hozircha mashin yo'q. Shunda BYD'lar ham yaxshi chiqib turibdi deganida u. Xullas, mashin yoqqan bo'lsa, like bosib ketasizlar va komment yozib, yaqinlaringizga ulashib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Sizlar bilan Xorazm loyihasi bo'ldi. Hammangizga ko'rishguncha.